Mana o'sha Xitoy 2 bo'lib tanilgan Qo'qon bozori. Bu yerdagi narx-navolar bilan tanishib chiqamiz hozir. Bu yerda birinchi qo'l ishlab chiqarish tovarlar. Bu yerda qorbobo kiyimlar bor ekan. Nech pul opa qorbobo kiyimlar? 35 ming. Bu yerda ham bor ekan qorbobo kiyimlar. Opa nech pul beryapsiz qorboboni? 65 ming. Ko'k sveti ham bor ekan. Bog'cha bolalar uchun hayvon kiyimlar bor ekan. Bu yerda ham boshqachalar bor. Bemalol chiqarib beramiz. Narxi 60 ming so'm. 10 ming so'mda ko'ylakchilar bor ekan. Tanlab olish 10 ming so'm ekan. Adresi xoddiylar 35 ming so'm ekan. Ranglari bor. Ular nech pul beryapsizlar aka? 55 ming. 5 yoshdan 8 yoshgacha ekan 55 ming so'm narxi. Velvet brijalar 58 gacha 45 ming so'm razmeri. Mana shu bola sotadi. Nomer necha? 90lik 851 6022 24 ga 7 xizmatdan. Okay. Aka boshqatda. Qorbobo kiyimlar trendda. Nechta kerak bo'lsa bor. Opa nech pul beryapsizlar buni? 35 ming. 35 ming so'm, ha? Mana o'g'il bolachi? Bu ham o'g'il bola ekan 35 ming so'm. Cheklanmagan, bemalol murojaat qilaverasizlar, chiqarib beraveramiz. Bular nech pul aka? 11 ming. Bular 11 ming. Bular 11,5 ming. Mana bunaqa kaskali shapkalar chiqdi, yangilik. Bular nech pul beryapsiz opa? 15 ming. Pachkaga 15 ming so'm. Mana bu bodili qorbobochalar narxi 50 ming so'm. Mana bu katta razmer, orqaga ham buklangan ishtonchasi. Bu bozor arzon juda ham, shuning uchun hamma biznesmenlar taklif qilamiz. Bu bozorda faqat birinchi qo'l O'zbekiston ishlab chiqarish ishlari. Hamma o'zi ishlab chiqargan mahsulotlarini yerga olib chiqib sotadi bozorda. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana bu korolevskiy korpus kiyimchalar bor ekan bu yerda. Narx qancha aka? 45 ming. 45 ming so'm. Bunaqa ranglari bor ekan. Va yerda boshqacha ranglardan ham bor ekan.